Mana bugün 2025-yil 9-oktyabr soat 12:dan 6 minut o'tyapti. Mana o'rigimiz pishdi, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib, mana ajoyib bo'lib tillodek pishdi mana. Mana juda bir ajoyib bo'lib odamni havasini keltiradigan darajada pishibdi mana. Oldi pishdi, mana bir olib yeb ko'ramiz. Mana. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ajoyib shirin. Приятный. Rosa meva olibdi mana. (2025-yil 9-oktyabr. Bugün payshanba. 12dan o'tib qolgandagi holat. Ko'chatlardan bor, xudo xolasa. Qiziqqanlarga hozir kompot qilasizmi? Yangilik yeysiz ham приятный. Sizlarga ham nasib qilsin.